O'zbekiston va Qozog'iston orasidagi eng yirik postdan mobil salom ochig'i mana shunday joylardan turib reportaj lavha beraman deb orzu qilgan edim. Bugun mana shunday bir maqsadimga erishdim. Biz hozir ichkarini aylanib chiqdik, ya'ni mana G'isht ko'prik chegara bojxona kompleksini. Bu yerdan bizga aytishlaricha kuniga 25 ming 30 ming odam o'tar ekan. O'zbekistonga eng ko'p yo'lovchi kirib keladigan nuqta ekan. Shuni bildik va 120 ga yaqin bojxona xodimi ishlar ekan. Ularning faoliyati bilan tanishdik. O'zbekistonga kirib kelayotgan, Qozog'istonga chiqib ketayotgan odamlar bilan gaplashdik va omma fikrini iloji boricha o'rganishga harakat qildik. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi rahbari bilan muloqot qildik. Maqsad bu yerdagi vaziyatni o'rganish. Agar O'zbekistonning o'tgan 2 yil ichida qo'shni davlatlar bilan aloqalari mustahkamlangan bo'lsa, yaxshilangan bo'lsa, bu o'zgarishlar qanchalik degan savolga javob izlayapmiz. Albatta bu yerga kelgan odam birinchi navbatda hayot haqida o'ylaydi, tirikchilik haqida o'ylaydi va biz qancha yo'lovchilar bilan gaplashmaylik, ham kamera oldida, ham kamera ortida ularning hammasi hayot uchun kurashayotganini aytadi. Sizga vaqt pul, vaqt bebaho, hamma navbatdan tezgina o'tganidan xursand, navbat hech kimga yoqmaydi va iloji boricha tez mana shu jarayonni boshdan kechirib, yana yo'lida davom etishni xohlaydi. Men masalan bu yerdagi transport vositalariga qiziqish bilan qaradim, chunki birinchi navbatda albatta GAI postidan o'tar ekansiz va u yerdagi mashinadan tushib yoki avtomobilni tashlab bir necha metr yurib keyin bu postga kelar ekansiz. Albatta mana hozir ko'rib turganingiz, demak Qozog'iston tomonga chiqib ketadigan yo'l va chiqib kelayotganlar mana bu avtobuslarda keyin shahar tomon ketishi mumkin. Turistlar ham kelishar ekan katta-katta avtobuslarda va biz ko'rdikki, agar siz turist sifatida, bir guruh sifatida kelayotgan bo'lsangiz, o'tish chegaradan osonroq ekan, tekshiruv ham. Lekin mana tekshiruv jarayonlari bilan tanishdik. Men to'g'risini aytsam, ancha g'ala-g'ovur tasavvur qilgan edim. Olomon, to'polon tasavvur qilgan edim, chunki har holda mana tasavvur qilavering, endi O'zbekistonning eng yirik chegara posti bo'lsa agar, O'zbekistonda hali ham navbatga turish katta muammo, nafaqat chegara postlarida, balki katta-katta deylik supermarketlarda ham navbatga turishga qiynaladi odamlar. Shu bois ham boshqacha bir manzarani tasavvur qilgan edim. Mana bojxona rahbari bilan gaplashdik, bu yerdagi chegara xavfsizligi xodimlari bilan gaplashdik va albatta ular ham bugungi o'zgarishlar haqida bizga ma'lumot berishga harakat qilishdi, lekin vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rgan holda shunday bir xulosa qilish mumkinki, oldingiga qaraganda haqiqatdan ham bugun tartib ancha yaxshilangan va buni odamlarning o'zidan ham eshitdik. Oldin deya xo'rsinib gapirishdi ular, ya'ni 2-3 yil oldin boshqacha edi, ancha qiynalar edik, chegaraga kelganda yuragimiz bezib turar edi. Hozir esa tezgina o'tib ketamiz va o'sha manzilimiz tomon davom etamiz deb o'ylaymiz deyishyapti. Albatta yuk tashiydiganlar ko'p. Qiziq bir ma'lumot, mana agar O'zbekistondan chiqib ketayotgan bo'lsangiz, $5000 gacha bo'lgan qiymatga ega mahsulotni olib chiqib ketishingiz mumkin ekan, lekin kirib kelayotganingizda $300. Nima uchun degan bir savolni berdik. Biz bojxona rahbari bilan intervyuda uning javobini albatta bu suhbatdan bilib olasiz. Buning o'ziga xos sabablari bor deya bizga asoslab berishga harakat qilishdi. Lekin xuddi O'zbekiston aeroportlarida ko'rganimizdek, bu yerda ham odamlar o'sha og'ir yuklarni ko'targan. Nima uchun desangiz, javob oddiy, tirikchilik. Mana shu postdagi manzara bilan sizni iloji boricha yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz va bu manzaraga biz oddiy bir yo'lovchi ko'zi bilan qarashga harakat qildik. Aytganimdek, maqsadimiz O'zbekistonning bugun qo'shni davlatlar bilan aloqalari qanchalik yaxshilanganini, o'zgarganini chegaradagi vaziyatga qarab baholash. Davom etamiz va boshqa postlardan ham siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. G'isht ko'prik bojxona kompleksidan, Toshkent viloyatidan, ko'pchilikka Cherniyevka degan nom ostida tanilgan chegara nuqtasidan men Navbahor Imamova. Suhbatdoshim Nodir Nurmatov yaqingacha qo'shma shtatlarda bilim olib, Qozog'istonga qaytgan va hozirda O'zbekistonda mehnat qilayotgan Qozog'iston fuqarosi. Siz tez bu chegaradan o'tib turar ekansiz. Nima o'zgardi mana oxirgi 1-2 yil ichida? Assalomu alaykum Navbahor. Katta rahmat tanishtirganingiz uchun. Oxirgi 1 yil ichida, yarim yil ichida, men yarim yildan beri shu yerdaman. Chegaradoshlar, O'zbekiston chegarachilari
ochiq chehra bilan kutib olgan bo'ldi. Qozog'istonliklarni oldin menimcha ular kamroq e'tibor berardi. O'chiritlar ko'p bo'lsa, ular tomonidan sal podдержка ko'rinmas edi. Hozir ochiq ko'rinyapti. Oxirgi marta 2 kun bo'ldi o'tganimga. Mehmondo'stlik bilan savollar berib o'tkazib yuborishadi. Chegarachilar, tamojnachilar mana shu ikkita davlatning iqtisodiyoti, siyosati yaqinlashib qo'shilayotgani sezilyapti. Siz sezyapsiz har safar o'tganingizda. Siz mana hozir Toshkentda doimiy yashayotgan ekansiz, anchadan beri, to'g'rimi? Bir necha oydan beri. Noyabrdan beri. Noyabr oyidan beri. Mana sizga o'xshagan qozog'istonliklarning O'zbekistonga kirib chiqishini osonlashtiradigan biror bir mexanizm bormi yoki pasportni ko'rsatib kirib ketaverasizmi? Men tajribamda bir paytlari o'tadigan odam juda ham ko'payib ketadi. Shu paytda o'chiritlar ko'payib, shovqin bo'lib ketadi. Bir paytlari odamlar kamayib ketadi. Shu o'tkazish sposobnostini to'g'rilash kerakki, o'rtacha o'tish paytida katta o'chiritlar bo'lib ketmasligi kerak. Chunki 1,5 soat, 2 soat turib qolish ham redki narsa emas. Misol uchun meni opam, tog'alarim yaqinda o'tgan voskreseniya kelishdi. Kechki 11 dan 4 gacha mashina bilan o'tishda qolib ketishdi. Shunaqa situatsiyalar xursand qilmaydi albatta. Lekin bu yerda bu tabiiy o'chirit, u o'chiritni обработка qilish sal qolib ketyapti menimcha. Endi mana boshqa chegaralar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Qirg'iziston, Tojikiston orasidagi, Qirg'iziston va Qozog'iston orasidagi juda tirband chegaralardan biri, to'g'rimi? Bishkek va Almaty orasidagi chegara. Siz o'tgansiz u yerdan. Qanchalik farq qiladi umuman? O'zbekiston chegara postlari haqida oldin ko'p nolishar edi, shikoyat qilishar edi. O'zbekistonga kirib chiqish azob degan gaplarni eshitardik. Tojikiston tomonidan, Qirg'iziston va aynan Qozog'iston tomonidan, chunki Qozog'iston endi eng yirik qo'shni va oradagi harakat juda ham faol. Siz aytib o'tgan chegaralarda men faqat Qozog'iston bilan Qirg'iziston orasidagi bojxonada o'tganman. Lekin ular bojxona ittifoqida bo'lgani uchun qozog'istonliklar yoqda erkin o'tishadi. Lekin agar chet el bilan, misol uchun Yevropaga o'tish, Amerikaga chegarasini o'tish bilan solishtirsangiz, ikki tomonlama farqi bor. Chegarachilarning o'zlari ham bu yerda har doim shoshmaydi sizni o'tkazib yuborish uchun. Keyin o'tuvchi odamlarning o'zini mana shu tolpada ko'pchilikda jamiyatda o'chiritga turish madaniyati kamroq bo'lsa kerak. Chunki bir tekis qator o'chiritga turishmaydi-da, gruppa bo'lib o'gilib, bir-birini itorib o'tib ketmoqchi bo'lishadi. Shu narsalardan qayerda kuzatiladigan holat o'zi aslida. Ha, uni misol uchun даже agar Turkiyadan Moskvaga va Toshkentga o'tiradigan samolyotni o'chiritga qarasangiz, допустим, Rossiyaga boradigan fuqarolar bir tekis o'chiritda tursa, O'zbekistonga boradiganlar har doim bo'lmasa ham ayni paytlarda prям tavba bo'lib, samolyot ketib qolgandaqa vaziyat bo'lgandaqa o'zini tutishi bo'lsa kerak. Nodir, endi mana shu jarayondan mana tomoshabinni olib o'tsak, biz hozir keldik Toshkentdan. Toshkentdan bu postgacha bir 15-20 kilometr eng yaqin chegara posti. Kelib birinchi tushgan joyimiz ichki ishlar bo'limining posti, ya'ni o'sha tekshiruv posti, ya'ni Toshkent viloyati, Toshkent tumani ichki ishlar boshqarmasining postida to'xtadik va u yerda odamlar mashinadan tushib, transport vositasidan tushib, keyin mana bu postgacha deylik bir 500 metr, to'g'rimi? Piyoda yurib kelishadi bu tekshiruvdan. Keyin nima bo'ladi bu yerga kelgandan keyin? Mana bu kirgan joyda birinchi chegarachi pasport tekshiradi, prosta ko'rib qo'yadi. Keyin pasportni kontrolga o'tiladi. Pasportni kontrolda pasportni ko'rishib, skanerga kopiyasini olishib, yuzni videokameraga rasmini olinadi. Undan keyin tamojnadan o'tib, допустим, agar valyutani normadan ko'proq o'tkazsangiz yoki ruxsat berilmagan narsani o'tkazishni tekshirishadi skanerlar orqali. Keyin chiqib ketishda yana bir marta chegarachi pechat bormi yo'qmi tekshiradi. Shundan O'zbekistonning o'zida pechatingiz, pasportingiz 3-4 marta tekshiriladi, Qozog'istonda ham 4 marta tekshiriladi. Menimcha shu proseslarni avtomatizatsiya qilib, bir marta ko'rsatgan qilsangiz yetadi. Nima uchun mana bu birinchi eshitib o'tganda pasportingizga qarash kerak? Yozuvlarsiz boshqasiz. Chunki pasportni kontrolda baribir ko'rsatasiz, chiqib ketsa yana bir marta ko'rsatasiz. Shu narsalarni optimizatsiya qilish mumkin menimcha. Va qayd etish kerak, ko'plab chegara postlarida shunday, mana hozir hatto aeroportlarda ham pasportingizni bir necha marta qarashadi, tekshirishadi. Nimaga qarayotganini albatta bilmaysiz xavfsizlik xodimlari, lekin pasportga bir necha bor nazar tashlash, sistemadan o'tkazish boshqa mamlakatlarda ham kuzatiladi. Endi mana ko'ryapmiz, Nodir, bu yerda hozir odamlar og'ir-og'ir yuklarini olib o'tishlari kerak, shundan shungacha.
bir transport vositalari bormi? Siz masalan qanday olib o'tasiz yuklarni agar og'ir yukingiz bo'lsa? Men yuk bilan kam o'taman bu yerda, lekin mana o'ng tomonda avtobuslar turibdi, chiptalik, pul to'lasa odamlarni mana shu taksilar yuradigan joygacha olib borib berishadi. Endi bu yerda asosan nimani ko'rasiz? Qozog'istondan mol olib kelishadi kichkina partiya bilan. Mana hozir ko'ryapsiz, ko'p ishchilar menimcha Qozog'iston Rossiyaga chiqib ketishyapti. Ular ham sumkalar bilan. Va mana yana bir qiziq narsani hozir hikoya qilib berayotgan edingiz. Ko'pchilik bu yerga tirikchilik uchun borib keladi har kuni. Mol olib o'tishadi, to'g'rimi? Ha, bu yerda ko'rasiz, menimcha mana shu atrofda yashaydigan aholi Qozog'istonda ko'p kompaniyalarning mayda distributsionni sentrlari bor. Yog', pamperslar, mana bu Procter & Gamble'ning tovarlarini sumkalarda kichkina partiya bilan o'tkazishadi. Bir oyda 2 marta. Qanchalik o'zgardi vaziyat mana o'tgan 2 yildan beri? 2 yildan beri vaziyat 100% o'zgardi. Shu tezlash yaxshi bo'ldi. Oldin uzoq kutardi, hozir yaxshi tez. Qancha kutasiz hozir? Hozir uzog'i bilan 1 soat. Ya'ni o'zga kelganingizdan keyin 1 soatda o'tasiz. O'zbekistonga o'tamiz. Oldin qancha kutardingiz? Oldin uzoq kutardi. Oldin men akam qatnaganda aytardi, uzoqda 1 soat, 5 soat qolib ketadi. Ular ham o'tadi. Hozir yaxshi tez. Qayerda yashaysiz? Andijon va Xorazm. Tadbirkormisiz, masofadan ishlaysiz? Tadbirkor emasman. Mashina bu yoqqa borib keladi, Rossiyada. Aka-ukalar, mashinalar borib keladi. Hozir Rossiyada kelamisiz? Qanchalik murakkab mana shu yo'nalishlar, chunki siz kabi mana ko'rib turibmiz, minglab odamlar ichyapti. O'rganib qoldi, yaxshi. Borib kelib, yaxshi. Moddiy xarajat qancha mana shu chegaralarni o'tish faqat bu samoa. Qayergacha? Endi odamlarga qanchalik qimmatga tushadi mana shu o'tish demoqchi. Odamlarga bu yerdan o'tish qimmatga tushmaydi. Odamlar qanaqa moddiy zarar, zarar qilishmaydi. O'tadi. O'zini dokumenti, pasporti hamma yoq joyida bo'lsa, qiyinchilik bo'lmaydi. To'lov talab qilinmaydi.
Masalan, mendan qilinmayapti. Ochiqcha so'raylik. Chunki mana oldinlari eshitgandik, pul bilan hamma narsani bitirsa bo'ladi O'zbekistonda deb. Endi mana hozir biz ko'rib, so'rab yuribmiz, oldingidek emas deyishyapti. Men to'g'ri kelmagan. Taassurotlar yaxshi. Yaxshi. O'zbekistonning boshqa postlaridan ham o'tib turasizmi? Yo'q, shu bilan shu yerda. Katta rahmat. Sizlarga. Tinchda, hozir tinchgina o'tyapman dedi. Yaxshi tekshiryapti bular. Ularga rahmat, ming marta. Har xil inson bor. Yuragi toza bor, notozasi bor. Biz chet davlatga o'tganimiz bilan aloqamiz juda yaxshi. Inoq o'zbekimiz eng mehmondo'st. Shuning uchun Qozoqqa ham borib mehmon bo'lib kelmoqchiman. Oldin o'tganmisiz bu postdan? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta. Qozog'istonga oldin qanday qilib borgansiz agar borgan bo'lsangiz? Borganim yo'q. Birinchi marta ketyapsiz. Birinchi marta. Qashqadaryodan hozir mana Ahmad Yassaviy Koson rayonida Ahmad Yassaviyga ziyorat qilishga boryapmiz. Boryapsiz. Boshqa qo'shni davlatlarga chiqqanmisiz oldin? Umuman O'zbekistonning shunday chegara postlaridan hech o'tganmisiz? Yo'q. Mana endi hozir ko'p eshitamiz O'zbekistonda, ayniqsa o'tgan 2 yil mobaynida qo'shni davlatlar bilan aloqa yaxshilandi. Juda yaxshi. O'sha yangicha bir do'stlik, bir damlik hozir deyishyapti. Siz o'zingiz qanday ko'rasiz mana shu jarayonlarni? Juda yaxshi kutib olyapti xalqimiz. Mana biz pensionerlarga qancha yangilik, qancha o'zgarish bo'lyapti. Nasib bo'lsa yana boshqa respublikalarga ham boramiz, chet davlatlarga. Biz pensionerlar ko'rishimiz kerak bundan keyin. Rossiyalarga borgandik oldin yoshlik, hozir borib bo'lmaydi.
Mana endi juda yaxshi oldi. Mana endi biz ko'p eshitamiz pensionerlarga oson emas shunday sayohatlar qilish deb, chunki safarga chiqish bu pul, to'g'rimi? Mana sizga o'xshagan pensionerlar qanchalik qodir mana shunday sayohatlar qilishga? Endi harakat qilgan inson yetadi o'shaga. Mehnat qilish kerak. Hozir 70 yoshgaman, baribir harakat qilaman. Lekin 2 yil bo'lsa ham mana shunday bir chiqib kelsa odam toza bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Oldinlari ko'p nolishardi, chegara xizmatchilari, bojxona xizmatchilari qo'pol, odamlar bilan yaxshi muomala qilishni bilmaydi, xalqni qadrlamaydi deb. Mana hozir sizga qanday muomala qilishdi? Bir necha postdan o'tdingiz shu yerga kelguncha. Juda yaxshi muomala bo'ldi. Yoshi ulug'larni ayniqsa o'ting deb, rahmat deb mana o'tkazib kelyapti. Juda yaxshi. Men minnatdorman. O'zim meditsinani bitkazganman. Pensioner. Shifokormisiz? Shifokorman. Katta rahmat. Mazza qilib yuribmiz. Живу в Казахстане. Мы здесь, в Узбекистане, лечимся. На дороге хожу, вот это у нас называется Джибекжола, да, Чернаевке. Люди хорошо работают. Я им благодарна. Постоянно я каждый месяц 2-3 раза схожу, зайду в границу. Вот могу говорить, ребята отлично работают. Госслужба хорошая. На посте разницы нету. Я в Казахстане живу, прохожу нормально, без очереди. Здесь прохожу нормально, без очереди. Нет, только замечание есть. Экспорт отправляет, импорт не позволяет прийти. И все, замечаний нету. Самое главное, очереди нету. Очередь, здесь же малое предприятие же был, здание маленький был, а теперь уже большой стали. А нормально все. Отличный состав, вот военные хорошие работают, таможня хорошая работает. Я благодарна им. Муж уже 7-й месяц лежит здесь, а у нас нет возможности. Сюда отправляли мы здесь на Дашме лежим. Они у меня, не знаю, они никогда меня не задержали. Иногда вот товарами возимся, вот халаты, футболки домой отправляю. Они никогда меня не трогали, даже не спрашивали. А у меня сваты, между прочим, здесь. Сын женился на узбечке. Qashqadaryodanman. Bu yoqqa ikkinchi marta kelishim juda ham yaxshi, qiynalganim yo'q. Boshida sal qiyinchiliklar tug'dirib yotdi. Hozir yaxshi. Avval qiyin edi. Ancha tekshiruv yomon edi. Hozir yaxshi. Birinchidan katta rahmat. Mana shu postda professional ravishda kutib olganingiz uchun. Bu juda ham muhim. Chunki shunday bir tasavvur borki, O'zbekiston chegaralari, chegara postlari jamoatchilik nazorati uchun yopiq. Juda bir temir darvozalar ichidagi bir obyektlar sifatida ko'rilar edi. Lekin mana hozir biz chegaradan o'tayotganlar bilan, Qozog'istonga ketayotganlar, Qozog'istondan kelayotganlar, O'zbekistondan chiqayotganlar, O'zbekistonga kirayotganlar bilan gaplashdik. Taassurotlar umuman olganda ijobiy. Lekin 2 yil oldingi vaziyat haqida hali ham xo'rsinib gapirishadi. Mana siz o'sha viloyat bojxona rahbari sifatida nima real tarzda o'zgardi deya olardingiz? Rahmat savol uchun. Avvalambor mana O'zbekistonga xush kelibsiz. Endi siz Amerikadan keldingiz. Agarda 2 yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, nima o'zgardi deganda, avvalambor mana 2 yil davomida bojxona qonunchiligi juda ham takomillashdi. Ya'ni fuqarolarimizni kirib chiqishi, viza berish tartiboti. Hozir 30 dan ortiq davlatga O'zbekiston vizalari berilyapti. Erkin harakatlanish. Bundan tashqari xorijiy valyutani olib kirish. Ilgari fuqarolarimiz o'zlarining yonidagi naqd xorijiy valyutalarini deklaratsiyaga yozib ko'rsatib va u cheklangan miqdorda edi, $2000 deyilardi. Yo'q, hozir yengillik kiritilgandan so'ng fuqarolarimiz hech narsa to'ldirmasdan 2000 naqd xorijiy valyuta yoki uning ekvivalentidagi AQSh dollari yoki uning ekvivalentidagi xorijiy pullarni bemalol chegara orqali olib kirish, olib chiqishga ruxsat berildi. Bu erkinlik. Bundan tashqari 2000 dan 5000 AQSh dollariga bo'ladigan bo'lsa, cheklovlarsiz faqat yo'lovchi deklaratsiyasida aks ettirgan holatda olib kiriladi. $5000 yuqori $5000 va uning ekvivalentidagi naqd xorijiy valyuta esa Markaziy bank ruxsatnomasi bilan. Xorijdan keluvchi chet ellik mehmonlarimiz bo'lsa, ular
buni naqd xorijiy valyutani olib kirishda cheklov yo'q. Ular qancha olib kirsa o'sha $2000 dan ortig'ini deklaratsiyaga to'ldirib bemalol olib kirishadi va ularni bu yerda ishlatish mumkin, qolganini yana qaytib olib chiqib ketish mumkin. O'zbekistondan $5000 qiymatga ega mahsulot olib chiqib ketish mumkin. Chiqib ketilayotganda. Tijoriy maqsadda bo'lgan. Tijoriy maqsadda. Kirayotganda $300. Bu qanday belgilanadi bu xalqaro siyosat? praktikani biz o'rganib chiqdik. Butun jahon praktikalarni o'rganib chiqqandan keyin eng qulay, eng optimal variantlarni ko'rib chiqib, o'sha $300 miqdorida, masalan, qarang, havo yo'llarida, kemalarda kelsangiz, sizga $2000 gacha bo'lgan tovarlarni bojsiz olib kirish ruxsat berilgan. Temir yo'l transportida agarda harakatlanib keladigan bo'lsangiz, unda $1000 gacha bo'lgan qiymatdagi tovarlarni bojxona to'lovlarsiz. Avtoyo'l mana xuddi shu G'ishko'prikka o'xshagan chegara bojxona postlaridan kiradigan bo'lsangiz, unda $300 bo'lgan. Endi $300 ham tasavvur qiling, juda katta qiymat, u katta ob'yomdagi, ya'ni hajmdagi tovarlar. Misol uchun, endi buning tijoriy ekanini qanday aniqlaysiz? Bizda bizning qonunchiligimizda olib kirilayotgan tovar mahsulotlarining hajmini ko'ramiz. Masalan, maqsad nima? Masalan, to'lovni bojsiz olib kirish maqsadi bu o'z ehtiyoji uchun bo'ladigan bo'lsa, bojsiz olib kirilishga ruxsat berilgan. Endi qaraladi, masalan, tovarning hajmi, masalan, o'zi va oila a'zolariga masalan taqdim qilish uchun shundan ortadi, masalan 1000 ta, 2000 ta bo'lishi mumkin, misol uchun bitta tovar yoki bo'lmasa, ya'ni ehtiyojidan ortiqchaligi aniq bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bir qanaqadir kalendar vaqt davomida u 3-4 marta xuddi shu tovarni olib kirilyapti. U ehtiyojidan ortiqcha. Ana shu qaraladi. Shularni ko'rib chiqib, tahlil qilgan holatda bojxona xodimi so'raydi. Bu nima maqsadda olib kelyapsiz? Agar tijoriy deydigan bo'lsa, unda bizda o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda, normalar asosida undan bojxona to'lovlari undirilgan holatda, bojxona to'lovlari undirgandan keyin ruxsat beriladi. Agarda bojsiz olib kirish normalariga tushadigan bo'lsa, ularni bemalol ular o'zining ehtiyoji doirasida bo'ladigan bo'lsa, ularni olib kirishlari mumkin. Qiziq faktlarni o'rganyapmiz. O'zi shu bois ham kelganmiz bu yerga. Mana bildikki, bu post, mana shu G'ishko'prik posti O'zbekistonga tashqaridan, xorijdan eng ko'p piyoda yo'lovchi kirib keladigan darvoza ekan. Xuddi shunday. Va yana 5 post bor Qozog'iston bilan, to'g'rimi? Lekin bu yerdan yuk olib o'tilmaydi. Yuk olib o'tilmaydi. Yuk olib o'tiladigan post bu Qoplonbek. Mana bizda juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Bizda avtomashinalar, transport vositalarini tarkibiga qarab turib bojxona postlarimiz ixtisoslashtiriladi. Yoki bo'lmasa transport infrastrukturasiga qarab turib bojxona postlariga fuqarolarning kelishi va ketishi hajmi shunga qarab turib belgilanadi. Masalan, ayni G'ishko'prik bojxona posti Toshkent shahriga yaqinligi uchun va transport infrastrukturasi, ya'ni katta magistral yo'lida, M39 yo'lida joylashganligi, bu yerdan marshrutkalar Toshkentga yaqinligi uchun fuqarolar mana shu maskandan, G'ishko'prik maskandan kirishga harakat qilishadi. Va bu yerda mana tashqariga chiqqanda hozir 20 dan ortiq xalqaro marshrutlarda avtobuslar ham qatnayapti. Bizdan ziyoratga borishadi, u yoqdan kelishadi. Gaplashdik yo'lovchilar bilan. Avtostansiyalar bor. Shuning uchun bu yerda katta miqdordagi yo'lovchilar o'tishga ixtisoslashadi. Qoplonbek va Najimov deymiz, Mayskiy dahasida joylashgan bojxona postimizda esa katta yuk avtotransport vositalari harakatlanishi yo'lga qo'yilgan. Ularga qulaylik uchun shetdan va yallama chegara bojxona postimiz bor. Bu Chinoz tumanida. Ana u yerdan ham yirik katta hajmdagi transport vositalarimiz respublikaga kirish va chiqishda harakatlanadi. Juda bir qiziq joy, hozir gapingizni bo'laman, mana deylik, yonma-yon turibdi ikki bojxona xizmati, ikki chegara xavfsizligi xizmati. Qanchalik bir-biringiz bilan aloqadasiz? To'g'ri, ish yuzasidan texnik jihatdan endi kommunikatsiya bo'lishi kerak. Lekin mana sizga o'xshagan rahbarlar qanchalik bir-biringizni ko'rib gaplashasiz yoki qanchalik erkin bir-biringiz bilan muloqot qila olasiz? Mana yaqinda Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning tashrifi amalga oshirildi.
bundan oldin ham biz o'zimiz doiramiz, o'zimizni idoraviy doirasida ko'plab uchrashuv, mana bu yil o'zida bir 5 ta 6 ta qozog'istonlik vakillarimiz bilan, ya'ni bojxona hamkasblarimiz bilan muloqotlar o'tkazamiz. Aynan va bizning muhokama qiladigan masalalarimiz bu bojxona postidagi o'tish qobiliyatini yanada oshirish, fuqarolarga yanada sifatli xizmat ko'rsatish masalalarini qo'yamiz va mana ushbu bojxona postida bizning o'sha post boshlig'i lavozimi bor, mana boshqarmamizda rahbariyatimiz bor. Bular kunlik va har 3-4 kunda bevosita aloqa qilib o'sha vaziyatni o'rganib, Qozog'istonda bizga kirayotgan mashinalar haqida oldindan ma'lumot olamiz. Qanchalik darajada erta navbat shakllanib qolyapti. Biz tezroq o'tkazishimiz kerak. Nimaga tayyor turish kerak? Nimaga tayyor turish kerak? Yuk mashinalari ko'pmi? Fuqarolar ko'pmi? Ana o'sha masalalarni biz muhokama qilib olamiz. Bu ishchi uchrashuvlarda. Bunaqa narsa kunlik va telefon muloqot orqali hamkorlik qilib fuqarolarimiz va yuk transport vositalarini tezroq, sifatli o'tishiga harakat qilamiz. Mana endi hozir o'zgarishlar haqida ko'p gapiramiz va aynan mana shunday bir tizim, sistematik o'zgarishlar haqida gap ketganda, ishonish qiyin bo'lgan narsa bu biz o'zgardik. Biz bugun professionalmiz, biz bugun muomalamiz boshqacha odamlar bilan, biz bugun yaxshiroq xizmat ko'rsatamiz deyishganda, to'g'risini aytsam, menga o'xshagan jurnalistlar sal shubha bilan qaraymiz, chunki mentalitetning o'zgarishi unchalik oson emas. Odamlarning, mana hozir siz qobiliyat haqida gapirdingiz, 120 odam ishlar ekan bu postda, aksariyati yoshlar, mana bojxona tomonda ham yoshlar rahbar ekan, chegara xavfsizligi bo'yicha ham oson emas-ku, to'g'rimi? Odamlarni yaxshiroq muomalaga o'rgatish, yaxshiroq yondashuvni shakllantirish. Qanday masalan shu borada agar haqqoniy aytganimizda qanday qiyinchiliklar bor? Tushundim. 5 qo'l barobar emas. O'zingiz to'g'ri aytdingiz, har xil insonlar bor. Albatta biz bu jarayonga kirib boryapmiz, erkinlashtirish jarayoniga kirib boryapmiz. Lekin shularning orasida shu erkinlashtirishdan, ya'ni bojxona to'lovlarini qochib o'tishdan yoki bo'lmasa sifatsiz mahsulotlarni respublikaga yashirin yoki bojsiz olib kirish normalari doirasida olib kirishga urinayotgan shaxslar ham mavjud. Undan daromad topish maqsadida. Lekin bir narsani aytishimiz kerak, biz doimiy ravishda profilaktika qilamizki, fuqarolarimizga tushuntiramiz. Siz olib kirayotgan sifatsiz mahsulot bu ertangi sizning farzandlaringiz, o'zingiz iste'mol qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa siz hozir katta miqdordagi yuklarni mayda partiyalarda bojsiz olib kirishga harakat qilib urinsangiz, ertaga sizning ukangiz yoki akangiz yoki bizda halol bojxona to'lovlarini va soliqlarni to'lab kimnidir yangi ish o'rinlarini ta'minlab yoki investitsiya kirgizib ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkorga oyog'iga bolta urishi mumkin. Ana shuni biz doimiy ravishda mahallalarda yoki bo'lmasa masalan jamoat uchrashuvlarida yoki bo'lmasa majlislarda o'sha mahalla aktivlari bilan, aholi bilan kerak bo'lganda mana shu mahallalarda yurib bizning xodimlarimiz tushuntirishlarini olib boradi. Ortiqcha ish emasmi bu bojxona xizmatiga? Biz shunga qilishimiz zarur. Chunki mana hozir aytdingiz, insonlarni ya'ni chegaradan o'tish yoki qonunni rioya qilish madaniyati degan mana hozir bir iborani ishlatmoqchiman. Huquqiy ongini oshirishim kerak. Ertaga bu qilayotgan, bu qilayotgan harakatim qonunni buzib qo'ymaydimi? Masalan, huquqiy nigilizm degan bir tushuncha bor huquqda. Ya'ni qonunni bilib turib, uni oqibatini bilib turib buzish. Mana biz shundan qochishimiz kerak. Uni oqibatini o'ylashimiz kerak. Shu odamlarning ko'pligi ham bu post kuchliligidan o'zidan dalolat bermoqda. Ya'ni odamlarimiz agar bu yerda sifatsiz xizmat ko'rsatilganda, agar tez o'tib keta olmasligini bilganlarida bu postga kelishmasdi. Shuning uchun mana respublika bo'yicha men sizga aniq aytishim mumkin, respublika bo'yicha eng yirik fuqarolarni o'tkazish punkti mana shu bo'ladi. Bundan keyin boshqa postlar bor. Shu ro'yxatda birinchi turadigan Qishko'prik chegara bojxona. Shu bois biz mana birinchi bo'lib shu yerga keldik va O'zbekistonning chegara postlari bilan tanishni aynan shu nuqtadan boshladik. Katta rahmat sizga. Sizga ham rahmat. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Men shu fursatdan foydalanib
yurtimizga tashrif buyurmoqchi bo'lgan mehmonlarga, turistlarga O'zbekistonga kelishlarini, ziyoratlarga kelishlari, hozir O'zbekistonda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Juda ham tarixiy obidalar, ziyoratgohlar qaytadan rekonstruksiya qilinyapti. Chiroyli bir ko'rinishga ega bo'lyapti. Ana o'sha kelib ziyorat qilib, tashrif buyurib O'zbekistonni bir turistik jihatdan ziyorat qilishlarini xohlab qolaman, istab qolaman. O'zbekistonga xush kelsin. O'zimiz adabakashmiz, lekin qiyinchiligi yo'q. Biz alaba bilan kelganimizda, bu yerda o'tib o'tganimizda ham alabada kampirlar bo'lib qoladigan bo'lsa, kampirlar bilan bemalol alabada olib chiqamiz. Lekin bitta tamojinchilar bizga yo'q, qayt, yo'q, nimaga olib chiqyapsan, yo'q, bu narsa, unaqa deyishi yo'q. Mana kirib kelayotganda Gai postdan birinchi unga to'qnash kelar ekansiz, to'g'rimi? Ana o'sha yerga kelganingizda sizga qanaqa muomala qilishadi masalan? Muomala yaxshi. Bunaqa odamlarga nisbatan yomonlik muomala qilmaydi. Tamojniklarni mana ichkariga kelganimizda pogranичникlar, tamojniklar hammasi muomala yaxshi. Odamlarga nisbatan yomonlik qilmaydi. Odamdan o'zi yomonlik qilishi mumkin, lekin bular yomonlik qilmaydi. Mana arava, ha. Muomalaga bog'liq, hamma narsa muomala yaxshi bo'lsa, yaxshi o'tib ketamiz. Biz mana hozir navbatda turish haqida gapirayotgan edik. Navbatda turish hali ham qiyinga o'xshaydi. Hali ham odamlar o'sha navbatda turishni uncha o'rganmaganga o'xshaydi. Qanaqa bir qiyinchiliklar kuzatiladi? Masalan, unaqa uzun navbatlarni ko'rmadik. Har kuni ham shunaqami? Yo'q. Hammasi ishlaydi, lekin o'chat bunaqa bo'lmaydi. O'chat unaqa jam, o'chatda strashniy bo'lmaydi. Hamma imkoniyatdan zo'r. Qiyinchilik yo'q-da. Siz demak O'zbekiston tomonidan turib bu yerga kelib aravakashlik qilib tirikchilik qilasiz. Shu aravakashlik qilaman, tirikchilik topaman. Qancha topasiz kuniga aravakash sifatida mana shu postdan? Adashaman ko'raman, 40 ming, 50 ming, nari bo'lsa 50 ming, 60 mingdan topamiz. Necha yoshdasiz? Hozir 28 yoshdaman. Necha yildan beri shu ishni qilasiz? Mashti 5 yildan beri. Shu kampirlar kelib qolsa, kampirlarni aravaga o'tkazaman, katta arava meniki. Shu aravaga o'tkazib, Qozog'istonga topib qo'yaman. Aravada o'tib ketayotganda muammolar bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekistondan Qozog'iston chegarasigacha, darvozasigacha olib bor, mashinasigacha olib qo'yaman. Mana o'sha Gai postidan shu yergacha uzunligi qancha masofa? O'tdan Gai postgacha, Qozog'istongacha 1 kilometr yo'l. 1,5 kilometr yo'l. Bitta deylik o'sha klientga xizmat qilish qancha vaqt oladi sizga? Bitta klientga 1 soatcha to'g'ri, 1 soatcha vaqtim oladi. Qancha o'shani haqqi? O'shani haqqini qo'yindan chiqqanini olamiz. 1000 tanga beradi, 30 ming so'm, 25 ming so'm to'ta pechat bilan Qozog'istongacha o'tkazib, mashinaga o'tkazib kelamiz. Lekin hech muammo yo'q tamoshni berganimizda. Hamma imkoniyatdan zo'r qilib qo'yganmiz ekan. Demak, chegara xavfsizligi xodimlari ham yaxshi gaplashishadi. Yaxshi, muomalasiz ekan. Odamlar ham o'zi sababchi bo'ladi. O'sha aniqlashga to'g'risida. Lekin yaxshi. Mana ayol tadbirkor ekansiz, bir necha marta o'tar ekansiz. Sizga nisbatan masalan qanaqa muomala? Erkaklar endi aravakash masalan boshqacha har holda, to'g'rimi? Mana sizda ham shu. Mana shu yo'l bilan tirikchilik bo'ladimi yashasa? Bo'ladi. O'zbekistonda bo'ladi. Muomalaga bog'liq. Bir o'zingiz qilasizmi yoki sheriklar ham bormi? Bir o'zingiz. O'zim yaxshi, xudoga shukr. Mana yo'l ochilgandan beri hammasi yaxshi. Odamlarimiz ko'p ishchi. Rivojlanish bor-da yo'l ochganingizga. Prezidentimizga avvalambor rahmat. Avvalambor. Oldin qanday edi? Oldin endi yo'l yopiq edi. O'zimizga kerak narsani mana shu eksport o'tkaza olmas edik. O'zimizga kerak, muhtoj bo'lgan narsani. Endi masalan qo'shni davlatlarga yo'l ochib, o'zimizning muhtojlik, o'zimiz kerak narsani olib o'tamiz. O'zimizdan chiqayotgan narsalar eksport bo'ladi. Bu yosh kichkina tadbirkorlarga ham zo'r rivojlanish. Siz o'zingiz tadbirkormisiz? Kichkina tadbirkormiz biz mana. Mana shu post orqali demak tirikchilik qilasiz. Qilish mumkin. Mumkin. Yo'limiz ochiq. Eng alamlisi yurtboshimizga rahmat. Shunchalik bizga yo'l ochib berganlar. Qayerliksiz o'zingiz? Shu mahallalik. Toshkent viloyati, Toshkent tumani. O'zko'prik mahallasi. Zumrad ko'chasida turaman. Mana shu hududda yashaydigan aholining tirikchiligi qanchalik bog'liq bu post bilan? 50% dan ko'pi bog'liq. Mana shu tamojnik borki, o'zimizning mahalladan 50% dan ko'proq o'zimizning xalq yashovchi o'zimizga o'xshagan fuqarolar mana shu tamojnikdan tirikchilik qiladi. Yo'l ochilgandan beri. Endi Qozog'istondan kelayotganlarning ta'siri qanchalik? Ko'pmi kirib kelayotganlar? O'rta million. Shu tovar kirib tursa, balashaq bog'ib tursa bo'ldi bizga. Qancha tovar olib kirmoqchisiz hozir? 100 kilo, 200 kilo kirzamiz, kiradigan bo'lsak endi o'zimiz. Lekin kishi boshiga 40 kilo ekan. 40 kilo deydi, hozir kirgan yo'qmiz hali. Endi kirzamiz endi, xudo qolsa. Endi tovarimiz kirib tursa kirzamiz, balashaqqa boqish kerak-ku.
To'g'rimi? Siz o'zi Qozog'istondansiz. Men Qozog'istondan. Tez kelib turasizmi? Men ko'p kelib turaman bu yoqqa. Qanaqa tovarlar olib kelasiz? O'zi pomidor, bodringlar, misol, qo'pma anaqamlar, razomlar, produktlar. O'zi yeydigan narsalarimiz endi o'zimizning. Demak, shunaqa mahsulotga kelishi bilan sotilishi kerak, buzilishi mumkin, to'g'rimi? Agar Endi shu endi tinchlik bizga va hammasi. Aslida bizga yaxshi-yu. Hozir nomer rasmi aytdi. Keyin ichkariga kiradi, bagajdan olib